Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Men safarga otlandim, yo'l oldim. Juda ham qiziqarli safar bo'ladi, xudo xohlasa. Mana shu safardagi qiziq holatlar bilan, momentlar bilan sizlar bilan bo'lishib boraman. Do'stlar, assalomu alaykum. Biz kunimizni boshlab oldik. Kunimizni boshlanishi zavtrakdan bo'ldi. Kuchlarni yig'ib, mana endi sayohat qilgani ketyapmiz yaxtaga. Yaxtada biz networking qilamiz, do'stlar. Hamma mamlakatlardan odamlar kelishgan moliyaviy bozor ishtirokchilari, ular bilan birgalikda tanishamiz va suhbatlashib, fikr almashamiz. Ketdik. Do'stlar, manzilimizga yetib keldik. Biz hozir Prichaldamiz. Bu yerda kemalar, yaxtalar turibdi. Har xil razmerlarda. Men gapni ochig'i bilmayman, biz yaxtamiz qanaqangi, bizni mehmonga taklif qilishgan. Ammo bir narsa bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman, do'stlar. Odam maksimal darajada qanchalik ko'p sayohatga chiqsa, uni dunyoqarashi o'zgaradi. Bu insonlarda krugozori kengayadi, har xil odamlar bilan tanishadi. Mana shu sayohatda qiziqarli insonlar bilan, hayotiy tajribaga ega bo'lgan insonlar bilan, moliyaviy bozor ishtirokchilari bilan va ularning hayoti bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli hikoyalar bilan sizlar bilan bo'lishib boraman va undan tashqari ko'zda qangi kamera bu manzarani sizlarga yetkazib bera olmaydi, lekin maksimal darajada biz harakat qildik, yaxshi оборудование, yaxshi kamera olgani, чтобы ushbu manzara bilan sizlar bilan yaxshilab bo'lishgani. Mana biz operatorimizni ham spetsialni olib keldik, dam olishgani yo'q, ertalabdan kechgacha hamma narsani nasroka qilgan. Dilmurodjon, katta rahmat sizga. Mana shu manzara va mana shu sayohat, do'stlar, sizlar uchun. Dubayga kelgandan keyin obunachilarimizdan savol tushdi. Dubayda trader bo'lib ishlash osonmi degan. Javob ham ha va yo'q. Avvalambor sohamiz joy tanlamaydi. Agar sizda to'g'ri strategiya bo'lsa, to'g'ri savdo tizimi bo'lsa va u sinalgan bo'lsa, agar sizda yaxshi bilim bo'lsa, kerakli ko'nikmalar bo'ladigan bo'lsa, yaxshi savdo platformasi bo'ladigan bo'lsa va mana shu hamma narsasiga do'stligingiz bo'ladigan bo'lsa, Dubayda katta va boshqa mamlakatlarda katta imkoniyatlar albatta mavjud. Yangi kun, yangi imkoniyatlar, yangi rejalar, do'stlar. Kunimizni boshlab oldik, nonushta qildik, chiroylilab kiyinib oldik. Ana endi manzilimizga yo'l olamiz. Bugun bizda bir nechta xalqaro moliyaviy ekspertlar bilan intervyular, suhbatlar, podkastlar, bilim almashuvlar va albatta networking bo'lib o'tadi. Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Biz hozir Dubayda Avramis bilan hozir ko'rishib qoldik, podkast oldik birgalikda, moliyaviy bozorlar haqida suhbat qurdik. Har bir moliyaviy bozor ishtirokchi har xil mamlakatlardan kelgandi. Biri Mongoliya, biri Qozog'iston, men O'zbekistondan va mana shu
moliyaviy bozorlar haqida o'z fikrlarimizni bildirdik. Hozirgi tendensiya 25-yilda nima narsani sotib olish kerak, qanaqa savdo qilish kerak, kim qaysi yo'nalishda savdo qiladi va hokazo. Va bilasizlarmi, men sizlarga o'tgan yili hedge fond tarafdan o'sha strategiya mavjud, o'sha strategiyani men sizlarga aytgandim. O'sha betlari taxminan $400 million atrofida edi. Hedge fond kapitali shu, ya'ni boshqaruvdagi puli hozirgi kunda mana gaplashmoqdaman, $700 million atrofiga chiqibdi. Mana shu hedge fond Avramis tarafdan yaratilgan, u ham o'zi boshqaradi, ham o'sha Avramis tarafdan yaratilgan strategiya mavjud. U avtomatiskiy strategiya, как algo trading desa ham bo'ladi. Bu narsani maxsus dastur, mana shu dasturni biz birgalikda loyiha qilib o'zbekistonliklar uchun O'zbekistonga olib kirmoqchimiz. Men o'ylaymanki, juda ham bir qiziqarli loyiha bo'ladi bu, aziz do'stlar. Trading sohasini, dunyosini, qarashini mutlaqo o'zgartirib tashlaydi deb o'ylayman va har bitta bizning harakatimiz, Uranus kompaniyasining har bir harakati aynan mana shu nima desam bo'ladi, sizlarni manfaatlaringni o'ylagan holda amalga oshirilmoqda va buni ustida juda ko'p ishlashimiz kerak. Avval menga Avramis aytdi, sen oldin o'zing yaxshilab o'rganib olishing kerak dedi. Ana undan keyin yana bir yig'ilamiz, bir necha marta ko'rishamiz, bu yoqqa kelib ketasan. Ana undan keyin o'zi ustida ishlab taqdim qilsak bo'ladi dedi. Xo'sh, agar mana shu fikrimiz ham sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, do'stlar, o'z fikrlaringni kommentariyalarda, izohlarda bildirsalaring xursand bo'lib qolardik. Abramisga katta rahmat deb qo'yamiz. Abramis, thank you very much. My pleasure. Thank you very much. Thank you very much. I'm really waiting to start this. Definitely. And you know what we could also add? What? We could add how much to take according to the balance of your account. Oh, really? So it's gonna be a really proper risk management. That way, system. you know also the risk that you are taking. The volume that you have. The volume, exactly. So if your account has 100,000, then on this trade, you should take, or one lot, let's say. Or risk. In a percentage. $1,000. Yeah. In number. And this is the ultimate target, because, you know, many times people get the signal, but they forget the money management. And psychology. And the psychology. Risk management as well. And everything. I think so. So we will try and make it as easy as possible for everyone to follow. Okay. Maximum easier. Okay. Thank you very much. My pleasure. I really hope Thank you so much. Thank you. Do'stlar, qurilib turgan binoni ko'ryapsizlar. Fundamenti qanchalik baquvvatligiga e'tibor bering. Moliyaviy bozoriga endi kirib kelib turgan bo'lsangiz, sizni ham fundamentingiz mana shunaqangi baquvvat bo'lish kerak. Mana shundagina sizda quyidagi natija bo'ladi. Mana shunday chiroyli, mustahkam va odamlar havas qiladigan natijaga erishasiz. Do'stlar, men hozir uchrashuvga ketyapman. Bir ujinimiz bor va u ujinda men XM kompaniyasining co-CEOsi bilan ko'rishaman. Va bilasizlarmi, men bu insonga sovg'a olib kelganman va mening bir odatim borki, har bir chet el mamlakatga borsam, ma'lum bir insonlar bilan ko'rishsam, ma'lum bir uchrashuvlarda bo'lsam, o'sha insonlarga O'zbekistonni ma'lum bir qismini bergim keladi, ko'rsatgim keladi, чтобы ular ham qo'liga ushlab o'sha narsani his qilsin. Bu qanaqangidir deylik, tilla taqinchoqlar emas yoki qanaqangi tilla soatlar emas yoki shokolad emas, yegulik narsa emas, do'stlar, aynan o'zimizni O'zbekistonda madaniy, traditsion insonlar tarafdan yasatilgan traditsion madaniy mahsulot hisoblanadi. Mana bu yerda ham misol uchun oddiy paketga solinmadi, kartonli, bu aynan o'sha qalampir naqshlik sumka, bu ham do'stlar qo'lda qilingan maxsus naqshlar bilan va uni ichida maxsus sovg'a ham mavjud. Sizlarga ko'rsatmoqchiman bu maxsus sovg'ani. Bu maxsus sovg'a qo'lda yasalgan pichoq. Chexollari ham ko'jadan qilingan, hamma narsa qo'ldan qilingan. Hamda ochiladi. E'tibor beringlar. Mana pichoqning o'zi. Juda ham buyog'i yog'och, buyog'i temir va o'ziga yarasha naqshlari ham bu yerda mavjud. O'zimizning milliy, mana misol uchun men bu yerda Registonni ko'rsangiz bo'ladi. Tez kesar deb yozib qo'yishibdi mana bu yerga do'stlar. O'qisalaring bo'ladi. Juda chiroyli
man mana bu kabi sovg'alar bilan o'zimizni O'zbekistondagi o'zbek madaniyatimizni chet elga olib kelib, mana shu yerda ham yuqori cho'qqilariga olib chiqish niyatidaman va har doim mana shu kabi sovg'alarni qilaman. Ba'zi paytlari arzon bo'lishi mumkin, ba'zi paytlari qimmat bo'lishi mumkin, va eng muhimi o'zimizniki. O'zimizniki. Xo'sh do'stlar, hozir hamma band. Videoga olish ham o'zimga qoldi. Do'stlar, bugun juda ham qiziqarli kun bo'ldi. Bu so'zni men ko'p aytyapman, chunki haqiqatan ham kunlarimiz juda ham nima desam bo'ladi, qiziq holatlarga, emotsiyalarga boy bo'lib o'tmoqda. Tanishlarga ham boy bo'lib o'tmoqda. Juda ko'p insonlar bilan hozir bugunning o'zida ham tanishdik, mongollar bilan tanishdik. Ozarbayjonlik treyderlar bilan tanishdik. Bir kishi bor ekan, 25 yildan oshiq savdo qilishar ekan. Qozog'istonlik hamkasblarimiz bilan tanishdik, do'stlar. U yosh, hammani shu yoshi ham bor, yoshi kattasi ham bor, har xillari mavjud. Bilasizlarmi, har bir inson bugun o'sha kichik forum bo'ldi. Dubayda, biz hozir Dubay Expo markazidamiz. Kichik event desa ham bo'ladi, forumcha desa ham bo'ladi. Ayni treyderlar uchun, ya'ni kim o'tirgan bo'lsa, hamma treyder, hamma muvaffaqiyatlik, o'sha ancha yildan buyon tajribaga ega bo'lgan insonlar, har bir inson o'zini muvaffaqiyatlik bosib o'tgan yo'li bilan tanishgan, hayoti bilan tanishgan, qanday qilib mana shu muvaffaqiyatga erishganligi haqida. Eng qizig'i, har bir insonni ko'radigan bo'lsangiz, hammani jalb qiluvchi bir narsa mavjud. Bu birinchisi, bu sohaga to'satdan kirib qolgani, o'zi plan qilib, bir narsa qilib kelgani yo'q. Ikkinchisi, bu qiyinchilik. Juda ham ko'pida qiyinchilik bo'lgan. Sohani boshlab turganda hamma pul yo'qotgan, qiynalgan, tushunmagan, u bo'lgan, bu bo'lgan, pul yo'qotgan, boshidan qiynalgan ko'p odam, kimdir chet elga ketgan, kimdir ma'lum bir joylarda ishlagan. Xullas, hammamiz mana shu narsa bog'lamoqda. Keyingisi, bu albatta o'qish. Har bir inson o'sha bilim oldim, o'qidim, o'zim ustimda ishladim, bilimsiz iloji yo'q ekan degan gaplarni gapirdi. Va albatta risklar haqida ham ozgina gapirilgan va men uchun meni o'zim formulam bor-da. Aynan mana shu muvaffaqiyatga erishish formulasi deydi. Do'stlar, uni ham men o'zim prezentatsiyamda aytganman va bilasizlarmi, muvaffaqiyat bu maqsad emas-da, muvaffaqiyat. Chunki juda ham bir keng tushunchada muvaffaqiyat. Chunki hamma uchun muvaffaqiyat bu har xil narsa. Muvaffaqiyat aslida bu yo'l. Va yana bir narsa borki, mana shu yo'l davomida siz eng muhim narsa sizga necha marta yiqilganingiz emas, yiqilganingizdan keyin necha martalab turganingiz. Men o'ylaymanki, mana shu narsa muhimroq hisoblanadi. Do'stlar, ko'p gapirmayman. Bizni forumimiz hali davom etmoqda. Hali qiziqarli ko'rishlar bo'ladi. Hozir yana bir boradigan joylarimiz bor. Yana qo'shimcha mana shu tanish xalqaro chet ellardan kelgan insonlar bilan tanishib, qo'shib gaplashamiz. Juda ham ko'p odam O'zbekiston bozoriga qiziqmoqda, juda ham ko'p odam boshqa bozorlarga qiziqmoqda. Menga misol uchun Qozog'iston bozori va ular tajribasi juda ham qiziqarli tuyulmoqda. Hozirgi kunda Mongoliya men o'zim uchun ochdim. Bugun bu soha juda ham rivojlangan ekan. Mongoliyada hech o'ylamasdim. Shuning uchun mana shu kelajakdagi bizni kutib turgan, biz hali bilmaydigan muvaffaqiyatli yo'lda, loyihalarda ustida ishlash uchun mana hozir bir urug'ini solib qo'yamiz do'stlar va bu narsani sizlarga albatta ko'rsataman. Kamerangizni hozir men o'chiraman. Va nihoyat Dubaydagi 3 kunlik treyderlarga bag'ishlangan forumimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Ammo meni safarim hali tugagani yo'q. Ana endi o'zimni ishlarim, o'zimni loyihalarimga vaqt ajrata olaman va boshqa ishlarim bilan shug'ullana olaman. Lekin do'stlar, ushbu forumda men o'zimga juda ham ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'ldim va undan tashqari qiziqarli xalqaro insonlar bilan tanishdim. Biri Qozog'istonliklar, biri Mongoliyadan, Xitoydan, Ozarbayjondan va Kiprdan do'stlar. Do'stlar, mana bir qozog'istonlik yangi o'zi hamkorlarimiz, bo'lajak hamkorlarimiz ham desak ham bo'ladi. Men iltimos qildim, bular uchib ketib turishadi. Ozgina sizlarga ma'lum bir salomlarini yo'llashmoqchi Qozog'istondan.
Давай, дорогой, идем. Ага. Идем. Всем привет, друзья! Меня зовут Дарн, я являюсь основателем самой большой школы трейдинга и инвестиций в Казахстане. Также мы занимаемся развитием искусственного интеллекта. Спасибо моему другу Ферзбеку, мы уже Спасибо. думаем про крупные интеграции именно на территории Казахстана совместно. Но он меня позвал буквально сказать пару слов, я сейчас уже улетаю через 3 часа, так что спасибо всем, друзья, до встречи, увидимся. Rahmat, спасибо большое. Rahmat. Do'stlar, mana shunaqangi chiroyli 3 kunlik hikoya. Xudo xolasa Uramiz kompaniyasi o'zini eshiklarini boshqa mamlakatlarga ham ochmoqda va o'zimizni hamkorliklarimizni kengaytirmoqdamiz. Всем rahmat, друзья, кездескенше. Ko'rishguncha aziz do'stlar, keyingi sayohatlarimizgacha. Xayr. Do'stlar, assalomu alaykum. Yangi kunimiz boshlandi. Bugun bizda qiziqarli uchrashuv bo'ladi. Bu uchrashuvda ko'plaring kutgansizlar anchadan buyon. Qiziqarli inson bilan suhbat qilamiz, podkast qilamiz. Kutilmaganda bo'lib qoldi bu narsa, planlashtirilmagan narsa, holat va hozir biz o'z uchrashuvimizga yo'l olamiz. Qani keting. Do'stlar, assalomu alaykum. Manzilimizga yetib keldik. Bizi o'zimizni sayohatimiz hali davom etyapti. To'g'ri. Hozir bir qo'qonlik insonni ofislarga tashrif buyurdik. Galida chiroylilab suhbatlashamiz va mana shu suhbatdagi bilimlarimizni sizlar bilan bo'lishamiz. O'zlari ichkariga kiramiz hozir azizlar. Aka, yaxshiliging uchun sometimes blok olib boshdan. Ha, rahmat. Bugun yaxshimisizlar? Shukr. Zo'r. Qalay bo'ldi? Akamiz kecha to'yda edi. Kuyada. Ertaga O'zbekiston uchib ketyaptilar. Bugun shunga hali sразу nima qilib, baxtlardan foydalana olib. Kadr turibdi. Uyga borganimizda chavandosh. Aeroportdan kelib chiqamiz. Ha, gap yo'q. Bu yaxshi bo'ldi-da. Ha, rahmat. Joylar tanlab qo'yishdi. Joyda bor. Ha, yo'q, to'g'ri. Lazım boshlaymiz. Bizda hozir tezda olishimiz kerak. Akamiz vaqtlari yo'q. Shunga uzoq sizlarni ham kutganimiz do'stlar, sразу podkastni boshlaymiz. Do'stlar, va nihoyat podkastimizga o'z yakuniga yetdi. Taxminan bir 3 soatcha vaqt bo'ldi. Uni tez orada montaj qilib sizlarga taqdim qilamiz. O'zlarining hayotlari haqida gapirib berishdi. Qanaqangi bizneslar qilishgan bundan avval, moliyaviy bozorlarga qanaqa qilib kirib kelishgan va albatta men tarafdan ham sizlarga investitsiyaviy va hozirgi bozorda holati va qanaqa qilib kripto bozori bundan oldin ishlagan va hozir qanaqangi yo'nalishga ketib turganini aytib berdim va bu narsalarni birgalikda muhokama qildik. Dubay eng chiroyli, zamonaviy va ilhomlantiruvchi emiratlardan biri hisoblanadi. Mana shu yerga kelib men bir narsani bildim. Foto video syomkani har qanday joyda qilib bo'lmas ekan. Agar siz foto video syomka qilmoqchi bo'lsangiz, sizga mana bunaqangi quyidagi maxsus ruxsatnoma kerak. Bu ruxsatnoma ma'lum bir manzillarga beriladi, отдельно. Agar sizda professional kamera bo'lsa, oddiy telefon bo'lmasa, chunki bu yerda shaxsiy hayot, xavfsizlik va jamoat tartibiga juda ham qattiq rioya qilishar ekan. Va menimcha bu narsani to'g'ri deb o'ylayman. Chunki hurmat va qonunga itoat har qanday taraqqiyotning asosi hisoblanadi. Shuning uchun Dubayga kelishdan oldin foto video syomka qilmoqchi bo'lsangiz, oldin ruxsatnomani hal qilib olishingiz kerak bo'ladi. Va esimizdan chiqarmaymiz, erkinlik har doim mas'uliyat bilan keladi. Palmani qurilish jarayoni va palmani fikri qayerdan chiqqanini man sizga hozir qisqa aytib beraman. Endi men o'zim 3-4 daqiqa eshitdim bu narsani. To'g'ri tushungan bo'lsam 97-yilda fikr tug'ilgan. Endi mana shunaqangi orol quramiz deb va
bu yerda 4 yil davomida buni proyekti tuzilgan ekan. Buni ideyasi, proyekti qanaqangi bo'ladi, nima bo'ladi. 2001-yili o'sha 4 yildan keyin 97-yilda fikr boshlangan bo'lsa, 4 yil bu narsani proyekt qilishgan. 2001-yili Sheyx Muhammad bin Rashid Al Maktum bo'ldi bu narsani quramiz deb va buni qanaqangi ko'rinishida qurilishni aytgan. Boshida quyosh bo'lgan ekan buni ko'rinishi. Undan keyin o'sha qishloqlar sonini ko'paytiramiz, uylar sonini ko'paytiramiz deb buni ko'rinishi palma bo'lgan ekan. Buni tadqiqotlari do'stlar imminni sputniklar orqali ham qilingan ekan. Imminni qayerda bu palmani tushishini mana bu yerda ko'rsatilgan. Umumiy ravishda boshida o'sha suv ostiga 7 million tonna tosh olib kelingan ekan. Mana bunaqangi mashinalarda olib kelib, mana bunaqangi to'kilgan. Mana shu palmani imminni ko'rinishini berish uchun avval 7 million tonna tosh, men даже uni tasavvur ham qila olmayman. Ana undan keyin esa do'stlar dengizning tagidan qum olinib, o'sha toshlarning ustiga sepilgan ekan va toshlardan keyingi ko'rinishi mana quyidagi bo'ladi. Bu tosh ustida o'zi qum. Mana bunaqangi kemalar kelib, dengiz tagidan qumni olib nima qilishgan ekan. Va mana hozirgi ko'rinishi mana quyidagi mana shu Palma orolining tagida mana shunaqangi toshlar yotibdi do'stlar. Buni ko'rishlaring ham mumkin bo'ladi. Bu o'zi mana qurilish jarayoni. Bundan keyin tunnel qilishgan. Uni taxminan yo'nalishi o'sha ko'prik sifatida 1,5 kilometr atrofida. 1,5 kilometrlik tunnel ham bu yerda bo'lgan. Mana mostlari, subsea tunnel deyiladi. Immindan o'sha shahar bilan Jumeyrani, o'sha Palmani birlashtirib turadigan joy. Suv osti tunnellari mana bu yerda bu narsani ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Proyekt yakunlangandan keyin, o'sha immindan joy yakunlangandan keyin buni o'sha uylar bilan to'ldirish kerak bo'lgan. Boshida 4000 ta uy mo'ljallangan u yerda. Immindan o'sha nimani atrofida dengizga qaraydigan uylar Palmani o'zini ichidagi uylar. Mana shu umuman olganda 4,5 ta uy mo'ljallangan boshida. 2005-yili, 2006-yili o'zi bu uylarni qurilishi ham tugagan va odamlarga topshirilishni boshlagan, odamlar o'zi kirishni boshlagan. Mana shunaqangi ko'rinishda bo'lgan bu narsa. Odamlar xonadonlarga kirishni boshlashgan, xonadonlarda turi ham bo'lgan do'stlar. Albatta Shoreline Apartments deyilgan. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Golden Mile degan yo'nalish, Front Villas, bu o'zi villalar, kvartiraga o'xshagan narsa emas. Front villalar umumiy o'sha Golden Mile, Short Mile front villalarda umumiy bu yerdagi ko'rinishi. 2008-yili mashhur o'sha Atlantis The Palm degan otel o'zining kurortini bu yerda ochgan. Kurortni otel bu yerda bo'lgan va 2009-yili mana biz hozir, agar adashmasam, mana shu yerda biz hozir The Palm Monorail degan narsa qurilgan va albatta bu yerda yer osti metrosi ham mavjud. Mana bunga e'tibor beringlar do'stlar, bu tosh mana shu orolni Palm Jumeyrani qurilishda ishlatilgan, imенно tagiga qo'yiladigan ishlatishda ishlatilgan. Bittasi o'rtacha 6 tonnagacha bo'lgan ekan. Bitta mana shunga o'xshagan tosh 6 tonnagacha bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? Mana shu Palma orolining tagidagi, mana bu yerda rasmlarda ham ko'rsatib qo'yilgan. Yo'g'i o'zi undan keyingi rivojlanishi, o'sha parashyutlar, o'yin kulgu va hokazo o'sha bo'lishi, odamlar qo'shilishi. Mana biz hozir o'sha Palma orolidagi binoni 52-qavatida turibmiz. Endi lift o'sha raqam turgandi. O'sha Palma orolini butun boshli ko'rinishi hozir bizning ko'zimiz ostimizda. Bemalol o'sha qurilish yakunlangandan keyin nechta xonadon bor, nima narsalari bor, o'sha mashhur moslari-yu, boshqalari-yu hammasini shu yerda ko'rishingiz bo'ladi. Hozir mana shu binoning 54-qavatida turibmiz. Eng yuqori qavat ekan. Bundan uyog'iga o'zi qavat yo'q, osmon. Va hozir mana shu 97-yilda ideya bilan tug'ilgan g'oyani haqiqiy natijalarini ko'rmoqdamiz. Haligacha ham orol to'laqonli darajada to'lgani yo'q. Qurilishlar hali ham ketyapti. Mana bu joyda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xonadonlar va kurortniy otellar qurilmoqda bu yerda. Mana bu joy esa shahar. Imminni yuqori qurilgan uzun binolar bilan menga Nyu-Yorkdagi Manhattan orolini eslatib yubormoqda.
juda ham o'xshaydi, faqat Manhattan mamdoq bo'lib turgan bo'lsa, keyin yonida suv, bu sal boshqacharoq turibdi-yu, no, vid o'sha baland binolar va suv o'sha vidni menga eslatmoqda baribir ham. Bu yerda ham shahar ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Burj Xalifani men gapni ochig'i ko'rganim yo'q bu yerda, lekin men Palma mehmonxonasini ko'rmoqdaman. Dunyodagi eng qimmat mehmonxonalardan biri ana o'sha yerda turibdi. Qolgan joylarda, chetlarda otellar juda ham bir qiziqarli ravishda qurilganda, agar Palma bo'ladigan bo'lsa, yon atrofi do'stlar otellar bilan qurilgan, kurortlar, otellar. Mana bu panjalar esa barglari bu o'sha xonadonlar, villalar, uchastkalar va hokazolar. Eng to'g'rida biz nimani ko'rishimiz mumkin? Bu Atlantis oteli, birinchi qurilgan otel mana shu orolda, juda ham mashhur otel do'stlar. Uni o'ng tarafida Atlantis The Royal degan, ya'ni Atlantisda ikkinchi turdagi oteli yangi qurilgan va hozirgi kunda dunyodagi eng qimmat mehmonxonalardan biri hisoblanadi. Eng qizig'i dunyodagi juda mashhur bo'lgan qo'shiqchilar, insonlar mana shu otelga kelib dam olishadi. Va bu otel oddiy qilib bitta qurilish kompaniya orqali qurilmagan do'stlar, Louis Vuitton kompaniyasi bilan birgalikda loyiha tuzilib, keyin qurilgan. Bilasizlarmi, mana shu Palmani, birinchi Palma bo'ldi, bundan keyin kattasi bor. Mana shu Palmani qurilishini va natijasini ko'rib hayratlandim. Ya'ni hozir mana biz Palmada biz faqatgina yakuniy natijani ko'ryapmiz, lekin uning orqasida qanaqangi ish bo'lgan, nechta odam ishlagan, qanaqangi loyihalar bo'lgan, qanaqangi muammolarga bilan duch kelishgan. 4 yil faqatgina loyihaning o'zini ideyasi bo'lgan ekan do'stlar. Даже sputniklar ishlatilgan. Tasavvur qilyapsizlarmi, qanaqangi masshtabli loyiha. Har bir muvaffaqiyatli narsani orqasida juda ham katta mashaqqat, juda ham katta mehnat do'stlar yotadi. Ya'ni siz o'zingizni bu narsaga bag'ishlab olishingiz kerak. Har kuni mana shu narsa bilan yashab, shu narsaga harakat qilishingiz kerak. Har bir soniyamiz muhim do'stlar. Bu vaqtimizni orqaga qaytara olmaymiz. Shuning uchun do'stlar, har bir ishimizga nima desam bo'ladi? Xuddi mana shu insonlar kabi, mana shu katta Palmani yaratgan insonlar kabi mashaqqatli yondashishimiz kerak bo'ladi. Mana shundagina bizda muvaffaqiyat sari yo'limiz ochiladi. Shunaqangi bir lahzalar borki dunyoda, ularni kameraga aytish juda qiyin. Farzandimni dunyoga sig'mas quvonchi, oilamni xotirjam boqishi, yon atrofimdagilarni so'zsiz ammo samimiy nigohlari. Buni na video, na surat to'liq yetkazib bera oladi. Bu aslida har bir inson ichidan his qilish kerak bo'lgan hayot. Yaqinlaringizni rozi-rizochiligini va shukrlarini sezyapsizmi? Demak, siz haqiqiy orzu ichida yashayapsiz.